o'rtagadida normal odam qo'yamiz, ko'radi. Keyin Toshkentga borib qilgizdirganim meni imkoniyatim yo'q. Shu onkologiya больницasidan sentrgacha piyoda kelardik. Paytlarni eslasam, ko'nglim behozir bo'lib ketdi. Kirsam shu darajada ichim qaltirayapti. Onamga aytmaganman, onam chidolmasdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Qodirov Erkinjon Zokirjonov bo'laman. Men 1995-yil FNPZ zavodiga kirib ishlab, 2007-yilda bir quvda bir ish paydo bo'lgandan keyin 6 oyda bir medosмотр bo'linadi. Shu medosмотр paytda doktorlarga borib, bo'g'imda og'riq bor degandan keyin ko'rishib, tekshirishib turib, meni ekstreniy больницаga, областnoyga jo'natishdi. Erta ko'rish bizni kasal bas ekan, buni onkologiyasiga jo'natamiz deyishdi. Shu bilan onkologiyasiga ketdim. Erta bunchalik bu onkologik больницani bu paytlar bunchalik nima basida hozirgi paytga kelib kasalliklar o'ta darajada ko'payib ketdi. Bu paytlarda kam edi. Keyin больницаga borganimdan keyin biz kasal ekansiz dedi. Seminoma degan o'sha kasallik ekan. Shu bilan operatsiya bo'ldim. Operatsiya bo'lgandan keyin 2007-yil operatsiya bo'lib, operatsiyadan chiqqanimdan keyin endi buni nur ximiyoterapiya degan narsalar tushunmasdik. Keyin 21 kundan keyin kelasiz dedi. Endi borsak, Qo'qonga dedi, Nurga borib kelasiz dedi. Qo'qonga borganimizdan keyin Nur olganimizdan keyin kelgandan keyin yana 21 kun dam olib turib, keyin yana onkologiyasiga больницаga bordim. Borganimdan keyin erta tekshirishib, ko'rishib bo'ldi dedi. Endi Nur olgan bo'lsangiz, endi ximiyoterapiya boshlaymiz dedi. Ximiyoterapiyani u paytda Mahamadjon aka ximiyoterapiya bilan shug'ullanardi. Keyin ximiyoterapiya olsam nima, olmasam nima bo'ladi deb so'radim. Aytdi dedi, eshitayda dedi, bir kasal bor. O'sha ham olmasdan dedi, ketib dedi, keyin nasirkada ko'tarib kelishgan dedi. So'rasangiz aytib beradi. Bo'pti, xo'p dedim, ximiyoterapiyani oldim. 4 kursmi, 5 kursmi oldim. Yaxshi bo'lib javob bo'ldi. Kelib yaxshi bo'lib yurganimdan keyin orada yana bir og'riq paydo bo'ldi. Qo'qda oldida. Keyin bu nima bo'ldi ekan, bir tekshirtirmasam bo'lmaydi. Endi boshqa больницаga borib nima qilgandan yana o'sha o'zimdan onkologiyasiga borib o'sha yerda doktorlarni ko'raversin deb tekshirtirgan borsam, UZIda ko'rishib turib metastat tashab qo'yilgan ekan. O'shani ko'rishib, ikki xil variant bor. Tashab qo'yibdi Erkin aka. Buni dedi shu ximioterapiyani dedi kuchaytirib bersak ham dedi so'rilib ketishi mumkin. Qaysi birini nima qilasiz deyishdi. Men aytdim ximioterapiyani dedim kuchaytirilaversin dedim. Ximioterapiyani kuchaytirib berildi. So'rildi, haqiqatan ham so'rilib ketdi. Yaxshi bo'lib yurgandan keyin 4 kurs, 5 kurs yana ximioterapiya oldim. Buning ichida 4 oy, 5 oy vaqt o'tib ketdi yana. Keyin uyga javob bo'lib yana kelib yurgandan keyin 1 oy, 2 oy o'tgandan keyin yaxshi bo'lib yana og'riq nima bo'ldi. Endi dedi yana dedi kuchayibdi dedi. Kattalashib qolibdi dedi. Endi shu operatsiyani qilmasak bo'lmaydi dedi. Keyin operatsiya bo'ldik. Toshkentda qilgizdirsangiz dedi, bizdan ko'ra dedi Toshkentda dedi, bizda 10 ta bo'lsa dedi, Toshkentda bundaqadan 100 ta bo'ladi dedi. Mutaxassislik dedi, bizda kamroq qilinadi. Bir nima bo'lsa dedi, qiling, qilgizdirasizmi deyishdi. Keyin Toshkentga borib qilgizdirganim meni imkoniyatim yo'q edi, sharoitim o'ta darajada nima edi. Keyin yo endi o'zlaring agar nima bo'lsa dedim, bir shetda davolansam, shu yerda operatsiya shu paytgacha bo'ldim. Avvalo Xudo yaxshi bo'lib chiqarman. Doktorlarga aytganimdan keyin ha bo'pti, xo'p deyishdi. Men baytda operatsiya bo'ldi. Shu ashi degan operatsiyani qilishdi. Qilingandan keyin ochishgandan keyin operatsiya holatda shunda menga aytishdiki 50-50. Shu boshmalag'izda dedi, tomiridan ham yuqoriroq tomir bor dedi. Shu tomirga yopishgan bo'lsa dedi, buni ololmaymiz dedi. Agar yopishmagan bo'lsa dedi, olib tashlaymiz dedi. Xudo xolasa yaxshi o'tadi dedi. Keyin men aytdim, Xudo xolasa yaxshi bo'lib chiqaman deb Xudodan so'rab, keyin operatsiyaga kirdim. Buning ichida rasa Samarqandda tabibga chaqirishdi. Katta odamlar bor edi, o'rtaga tushib, u nur ximiya olgan bo'lsa, u tabib ko'rmas ekan degan gaplar qilishdi. O'rtaga dedi, normal odam qo'yamiz, ko'radi. Agar bo'lsa, nur ximiya olgan bo'lsangiz ham ko'radi. Kelasizmi deyishdi. Men qaradim, u doktor bilan bog'liq narsani tabib qila olmasdi. U tabibga ishonib turib men ketganimda orada vaqt cho'zilib yana больницаga yana qaytib kelardim. Nimaga? Bu operatsiya qilib olib tashlamasa bo'lmaydigan narsa edi. U jarayonda endi men o'sha yerda yotib bildim. Ochilgandan keyin yopishgan chiqqan. Yopishib o'sha
nima metastatni yopishgandan keyin buni ko'rib endi yopib ko'ramizmi deyishgandan keyin men narkozda bo'lganman, o'zim bilmayman. Keyin bu Otabek doktor bir qo'lda ham bir urinib ko'raylikchi, ajrab bo'lsa zora yaxshi bo'lar. Agar qo'l bilan ajratilsa tixtay tegizmasdan chiqib ketishi ham mumkin degandan keyin o'sha charv yoqqa o'xshagan yog'ni atrofi nima ekan? Shunda qo'lda sekin-sekin harakat qilinganda shu narsa ajrab chiqqan ekan. Endi men o'zim narkozdaman. Operatsiyadan chiqqandan keyin yaxshi bo'lib so'radim, ya'ni o'zimga kelgandan keyin narkozdan. Yaxshimi desam, ha, olib tashladik. Yaxshi erkin aka, hamma yaxshi chiqdi deyishdi. Mana Xudoga shukr. Undan keyin yana ximioterapiya oldim. 5 kursmikin ximioterapiya oldim. Hozirgi jarayonda o'ta darajada hamma sog'lom, yaxshi. Xo'jayinim shunaqa kasallik bilan mana yaxshi bo'lishdi, Xudoga shukr, alhamdulillah. Bu jarayondan o'tishda biz juda ham qiynalganmiz. 5 yil og'rishgan. Bu qadar bizga juda og'ir yillar bo'lgan o'sha yillari. Shunaqa qiynalishgan, ko'ngillari aynishib, hamisha yonida turganman. Ishlar edim 35-bog'chada. Rahmat o'sha zaydishilarimizga ham menga yordam berishgan. Javob so'rasam yo'q deyishmagan. Xo'jayinim gol olisholmas edi. Eshikdan darvozadan telefon qilib dadasi men keldim. Gol ulashaversin desam bo'ldi derdi. Kirib shunday qo'lini ushlasam, keyin tomiriga tushardi. Yemasam tomiriga tushalmasdi. Shu jarayonda operatsiyalar bo'lgan, qayta operatsiya bo'lgan, nur olishgan, ximiya olishgan. Unda o'lik nima bo'lib, faqat xo'jayinim, men, dadam, buvam pullarimizni yig'ib, faqat ashu licheniyaga har 21 kunda licheniya qilib, haligi yesam ham ketib qolmasin, pulni bir to'ram nonni olib, salafanga solib, 2 dona qand bo'lsa bo'ldi, emasam 2 ta tuxumni qaynatib, salafanga solib ketardim. Xo'jayinim qatishmas edi, ko'ngillari aynishib, behuzur bo'lishib. Uygacha bunday qilib so'roq qand olardim, hali so'roq qand og'izlariga solib yotishar edi. Bir licheniya olishganda 4 soat, 5 soat yotishardi, bir yerda bo'lishardi. Hamma holati bir yerda bo'lardi. Nihoyatda qiyin kechgan. Mana hozir yaxshi. Sochlari to'kilib, umuman tanada qanaqa nima bo'lsa-ki, hammalari sochlari to'kilib ketgan. Endi mana yana qayta chiqib, hozir yana sog'lom bo'lib, yaxshi bo'lib ketdi. O'sha jarayonda yotishga qiynalardi. Paxtadan chigirtini chiqarib, surib qilib, yostiq qilib, bolish qilib berganman. O'sha bolishga jundalar ro'mollarni solib, qo'limda uxlashar edi. Shunday qilib, uxlashib qolganda, sekin qo'limda olib chiqib ketardim. Licheniya paytida tayyorgarlik ko'rib, haligi har xil holat bo'ladi. O'zimizga kerak narsalar olib, so'riga qo'yib, yuring dadasi ketdik desam, yo'q, hozir shashma deyishardi. Uyda nima bilan endi safarga chiqqan boshqa libos kiysam, nima sen yasam olding, bormayman deb. Ha, bo'pti dadasi, mana yasangam yo'q deb telefonda olib injiq sirishar, juda ham injiq bo'lib ketishgan edi. Telefonda olib hovliga chiqib Otabek doktorga telefon qilardim. Uka, akangizga telefon qiling. Hozir men qilganimni o'chirib yuboraman, ammo lekin desam, bo'pti opa deyishardi. Men bittada telefon, ammo bittada qilsak bittada olishar telefonimizni. Keyin kelib telefonni oldilariga qo'yib chiqib ketardim. Telefon qilishib, aka kutib turibmiz, sizga xonalar ham tayyor, kela qo'ying deyishardi. Ha, bo'pti deb yana xo'p deb o'tirishaverardi. Endi menga gapirish oson, bu onamga ali borib gol olib yotish jarayoni juda qiyin edi. To'g'ri, endi o'sha paytda juda ham og'ir bo'lgan. Endi kunlar o'tib ketdi, Xudoga shukr. Fevralda shu 15larda Xudodan so'rash kerak, sababchi doktorlar imkon qadar licheniyani olib davolanish kerak. Operatsiya bo'lsa, operatsiya qilib, bu doktorni bir xilgisi Ankaraga kelsa qo'rqadigan darajada, sal oyoq qo'li qaltiraydigan darajada, lekin bu unaqa nima emas. Mana menga o'xshagan kasallar ko'pchilik yaxshi bo'lib ketgan. Davolanib chiqqanlar hozirgacha xabarlashib turamiz. Yaxshi, ko'pchilik yaxshi bo'lib ketganlar ko'p. Allohga shukr. Mana doktorlar boriga shukr. Davolashib, mana oilamni oldida, nevaralarimni oldida juda baxtli oila bo'lib yashab yuribmiz. Allohga shukr. Mana shu Banisada davolanib 2007-yil shu Banisaga kelganman. Shu Banisada davolanib operatsiya bo'lib ximioterapiyalarda shetda olganman. Nur
jarayondagi nimalarda Qo'qonda olganman. Mana shu yerda davolanib, hozirgacha nazorat ostida turaman doktorlarni. Kelib, nima qilib, nazoratdan bir tekshiruvdan o'tib ketaman. Bu sharlar qara. Hozir biz respublika ixtisoslashgan ilmiy amaliy markaz Farg'ona filialidamiz. Jarrohlik amaliyoti o'tkaziladigan bo'limda turibmiz. Hozirga kirib ko'ramiz. Bu yerda jonlantirish xonasida jarrohlik amaliyotidan keyingi holatda bemorlarni kuzatuv holatida olib boriladi. Yangi texnikalar bilan ta'minlangan. Bemorlarimizdan hech qanaqa shikoyatlar yo'q. Mana bu bemorimiz bundan 17 yil oldin jarrohlik amaliyoti bajarilgan shu shifoxonada. Jarrohlik amaliyoti 2-3 etapda o'tkazilgan. Shu bilan birgalikda ximiya nur terapiyasi olgan. Mana hozir 17 yildirki bu bemorimizda umuman bemor deyilmaydi, sog'lom holatga o'tkazilgan. Har 3-6 oy davomida bizga kuzatuvga kelib turiladi. Ultratovush yordamida rentgen, kompyuter tomografiya tekshiruvlarini o'tkazib, sog'ligini nazorat qilib turamiz. Bunaqa bemorlarimiz bizda hozir juda ko'p. Yashash sharoiti, bemorning uzoq yashash holatlari ko'p kuzatiladi. Hozir shunaqa bemorlarimizni sog'lomlashtirish uchun jarrohlik amaliyoti o'tkaziladigan xonani ham bir ko'rib chiqish sharoitimiz bor. Bemorimiz 2007-yili bizda onkologik kasal bilan jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Jarrohlik amaliyoti 2-3 etapda bo'lgan. Shu bilan birgalikda ximioterapiya va nur terapiya muolajalarini olgansiz. Mana hozirgi holati 25-yildagi holatini ko'rib turibsizlar. Jarrohlik amaliyoti mana shu o'zimizda zalda jarrohlik amaliyoti bajarilgan. Bunaqa bemorlarni jarrohlik amaliyotiga yotqizish, jarrohlik amaliyotida o'tkazishda respublikamiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan, vazirligimiz tomonidan mana shunaqa apparaturalarni juda ko'p miqdorda ta'minlab berildi. Laparoskopik operatsiyalar, jarrohlik amaliyotlarini bajaradigan instrumentlar yetarli miqdorda bo'lganligi uchun mana shu akamizga o'xshagan bemorlarda jarrohlik amaliyoti bajarish ancha yengillashdi. Yaxshi, Allohga shukr. Yaxshi, mana shu yerda operatsiya bo'lganman. Shu zalda yotganman. Ana operasion stolda yotib, jarrohlik amaliyotini o'tkazilgan. Hozirda mana ko'rib turibsizlar, hammasi yaxshi. Mana shu doktorlar, akalar meni operatsiya qilgan, davolashgan shu yerda. Aytmagan onam chidalmasdi. Onam meni kasal bo'lsam, hozirgacha juda nima, endi onalar aziz, bola farzand kasal bo'lsa ko'tara olmas ekan. Onamga operatsiyaga kirib ketib turganimdan aytmanglar. Chiqqanimdan keyin aytinglar deb aytganman. Onamga hozir aytib bersam, onam yig'lab yuboradi. Eshitib turib, shunchalik qiyinchiliklar boshingdan o'tganmi, operatsiya qayta shulargacha ham indamaganmisan menga deb nima qilib go'yo eshitsa yig'lab yuboradi. Assalomu alaykum onajonim. O'tiribsizlar? Ha, rahmat. Allohga shukr. Sizlarsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Rahmat. Sizlarsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. O'tiribsizlar jami bo'lib? Mana Erkinjon o'g'lim kasal bo'ldi, qattiqqina og'ridi. Yaxshi bo'lib ketdi, Xudoga shukr. Doktorlarga ham rahmat. Tan-jonlari sog' bo'lsin. Yaxshi qilishib yubordi. Boshimda o'tgan narsalarni gapirib o'tsam, shu har bir ichiladigan dorim bormi, qilinib turgan nima bormi, ahli-yorim, mana uni ichasiz, undan keyin buni ichasiz, bansada yonimda yotib qarab, mana Xudoga shukr, minnatdorman oilamdan, ahli-yorimdan. Licheniyani olib bo'lib biz banisada yotolmasdik. 3 kun, 4 kun kelardik uyga. Shu jarayonda ko'ngillar aynib besur bo'lishganda, qanna mayli deb shu onkologiya banisasidan sentrgacha piyoda kelardik. Hisoblab
turib pulim ham ancha ekonom bo'lar ekan, mayli piyoda yurganimiz ham foyda deb xo'jayinga ko'nglini yozib ag'dan bag'dan gapirib kuldirib kelardik. Keyin nima yeysiz, nima ovqatlarni gapirardim, haligi birorta narsani yegisi kelib qolsa deb pomidor yeyman deydi. Bu paytda endi qish bo'lardi, yoz bo'lardi. Endi 2 dona pomidorni olib shakar olib qilib berardim, yeyishib olar edi. Kasalga o'xshamaysiz deyishadi. Mana kasal bo'lib hamma narsa o'tib, vesga qo'shilib, mana Allohga shukr, mana qatorda qo'shilib yuribmiz. Bir ayol o'tirgan ekan. U ham operatsiyaga kirgan. Endi operatsiya ayollar ham erkaklar ham ikkita xonada operatsiya bo'ladigan jarayon ekan. Shu kirsam shu darajada ichim qaltirayapti. Endi narkoz olganingizdan keyin hech bo'lani sezmaysiz. Shu jarayonda shu ayol yig'lay turgan ekan. Men aytdim, nima yig'layapsiz? Ham operatsiya. Men aytdim, siz hech bo'lani sezmaysiz. Shu narkozni qiladi, ko'lni qiladi. Shu yina kirgan sezasiz, shu paytda uflaysiz, keyin ko'zingizni ochsangiz palatada bo'lasiz. Hech bo'la bo'lmaydi. Yaxshi bo'lib palataga olishgandan keyin ko'zingizni ochasiz deb aytyapman, lekin ichimdan dir bo'lib shu darajada qo'rquv bo'lyapti. O'zim bilaman, Xudo biladi. Halinga dalda beryapman, o'zimda ham ash bahona, o'zimga ham dalda berib, ey Xudo, shifo bergin deb mana shu joydan yaxshi bo'lib chiqay. Operatsiyaga kirib ketishdagi holatda shu holatlar bo'lgan umuman. Yosh go'daklar bor edi, ayollar bor edi, erkaklar bor edi. Dalda berib, imkon qadar lichinani oxiriga yetkazinglar, davolaninglar deb aytardim. O'zim qarab yotsam, yana boshqa kasallarga ham imkon qadar meni yordam qilishimni xohlar edi. Ko'pchilikka yordam qiling ayasi, qardirdi, ha bo'pti deb qo'limdan kelgancha ashta yotganlarga yordam qilganmiz. Pul masalasida ham, boshqa narsa masalasida ham. Dadam oshqozon saratoni bo'ldi. Oshqozon saratoni bo'lib, operatsiya bo'ldi Toshkentda. Shu Toshkentda jarayonda operatsiya bo'lib kelgandan keyin men bilaman, o'zimda otamda boshiga tushgan kimyoterapiya olishligini bilardim. Keyin doktorga, professorga aytdim, shunaqa dadamni olib ketyapti Toshkentda bo'lgandan keyin, yaxshi bo'lgandan keyin olib kelishdan oldin so'radik. Kimyoterapiya olinadimi, yo'qmi desak, yo'q, обязательно olinadi kimyoterapiya. 21 kundan keyin o'zlaringda ham olsa bo'laveradi deb aytgandan keyin dadam bu kimyoterapiyani jarayonini bilmaydi. Farg'onaga o'sha onkologik больницаga olib keldik, yotkizdirdik. Keyin kimyoterapiyaga o'sha olindi birinchi kurs. Borib ertasi kuni xabar oldim, yaxshi edi. Uni ertasiga yana kimyoterapiyani olgandan keyin borsam, bo'ldi, olmayman dedi. Ko'ngil aynishi jicha qiyinlashganiga, o'g'lim dedi, men dedi ko'tara olmayman, qo'y dedi, meni dedi betdan olib ket dedi. Men aytdim, dada, olmasangiz bo'lmaydi, bu kimyoterapiya shunaqa sal ko'ngil aynitadi-yu, lekin o'tib ketadi, yaxshi bo'ladi hammasi desam, unamadi. Olib kelganimizdan keyin 2 yil yashadi-yu, lekin avvalo Xudo endi omonatlarni topshirdi. Lekin o'sha bildim, kimyoterapiyani olmagandan keyingi jarayondagi qiyinchiliklar bo'ldi-da. Otam o'sha olganda shunchalik bo'lmasdi. Yaxshi bo'lib ketgan bo'larmidi deyman-da, lekin ko'tara olmayman, olib ketgin deb iloji yo'q olib kelganman. 2 yil yashadi omma. Yaxshi bo'lib yurdi-yu, lekin baribir asorati bo'ldi keyin. Yozlarda issiq bo'lganda kasal edi. Ishdan chiqib borganimda ayas qovun oling dedi. Ha bo'pti deb qovun olib borsam 3-etajda yotdim, 4-etajda yotdim. Qovunni bitta ishlab turib, palak o'lgan qovun olib kelsam, betingga otib yuboraman deb turib, shunday qo'yib derazaga qo'yib qo'yishganda, dadasi shirin yeng desam, yo'q deb yeyishmagan. Og'izlari bemaza yoqmagan. Mayli deb unga ham chidaganman. Yana qayta kelib Farg'ona sentriga kelib yana qovun olib borganman. O'sha nimalarni ko'p eslab, xotirlab ko'p gapiramiz. Ilohim hech qachon kasal bo'lmasin hech kim. Bu bemorimiz Qodirov Erkin aka 2007-yilda bizga kelgan, o'sha payt o'sma kasalligi bo'yicha shikoyat qilib kelgan. 2007-yilda bemorga operatsiya o'tkazganmiz. Undan keyin maxsus davo kimyoterapiya va nur terapiya muolajasini to'liq olgan. Bu paytda endi ahvoli ancha og'ir bo'lgan. Muolajalarda o'tkazish jarayonlarida dispeptik o'zgarishlar bo'lib qiynalgan, lekin
o'sha to'liq muolajani olgan. Undan keyin 2017-yilda navbatdagi tekshiruv jarayonida bemorda qorin orti sohasida o'sma aniqlangan. Tekshiruvlar natijasidan so'ng bemorga 2017-yili qorin orti soha o'smasini olib tashlash operatsiyasi o'tkazganmiz va operatsiyadan keyin yana to'liq kurs kimyoterapiya 6 kurs olgan va nazoratga chiqarilgan. Hozirgi kunda bemorda hech qanday kasallik alomati yo'q. Har yili to'liq tekshiruvdan o'tkazib turamiz, 1 yilda bir. Sog'lom turmush tarziga qaytgan, holati yaxshi. Bu bitta bemorning misolida. Bunaqa bemorlar juda ko'p. Viloyatimizda 5 yil, 10 yil, 20 yil, 30 yildan beri sog'lom hayot kechirib yurgan o'sma kasalligi bilan kasallangan bemorlar juda ko'p. Shuning uchun aytamizki, hech qanaqa bir o'sma kasalligiga duchor bo'lgan bemorlarni qo'rqishga hojati yo'q. Ayniqsa hozirgi paytda yuqoridagi operatsiyalar o'tkazishga sharoit bor, kompyuter tomografiya, hamma turdagi tekshiruvlar bor bizning markazda. Shuning uchun xalqimizga aytamiz, o'sma kasalligiga uchragan bemorlar hech qanday tushkunlikka tushishga hojati yo'q. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Shu bemorimizga o'xshab uzoq umr ko'rishga qo'limizdan kelsa hissa qo'shamiz.